Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muslim birodarlar. Shunday bir maqol bor ekanda, bir tovoq ovqatni olib kelgan bo'lsa, u achiganmi, achimasligini hammasini yeb ko'rib bilish uchun hammasini yeyish shart emas ekan. Bir chekkasidan yeb ko'rsan ekan. O'sha achiganmi, demak ovqat achigan ekan. Bo'ldi, haligini iritib olish kerak. Hozirgi mahalda ko'ryapsizlar. Mana bu poraxo'rlar, hali korrupsionerlar boshqa bo'lyapti. Endi ochiq o'g'rilar chiqyapti. Faqat o'sha niskalatday narsalarni o'g'irlab olib ketib qolishyapti. O'shalarni generallar o'g'irlayapti ekan mana. Mana bu ko'rdinglar, O'zbekistonda generali o'zini odamlari bilan rosa o'g'irlashdi. Juda ko'p o'g'irlashdi-da. Shunchalik ko'p o'g'irlabdiki, keyin uni pora qilib prezidentga ham bergan bo'lsa kerak-da. Prezidentga ham bergan, boshqalarga ham bergan. Haligilarni uslovni qilib chiqarib qo'yibdi. Qaranglar. Nimada o'zing yemadi, bitta o'zing yesang tiqilib qolasan deydi-da, o'g'rilar. Bo'lishib yegin deydi. O'shanga ana shu prezident ham aytgan, "O'g'ri bo'l, insof bilan bo'l" degan. Bu nima degan desa, o'g'ri bo'l, insof qilib, yarmini menga uzatib tur degan. Uni ba'zan amaldorlar tushunmay qoladi. Shu hozir amaldorlar juda katta qismi tushungani uchun mana shu rosa o'g'irlashyapti. Shu bilan u nima davlatning qarzi 100 milliard bo'lib ketdi. Ba'zi bir nimalar ashi haligi amaldorlar adashib ketadimi yo bo'lmasa bergisi kelmay qoladimi prezidentga. Haligi bilasizlar, Otajonov biz nimada O'zbekiston nima Toshkentda nimasi hokimi rosa hamma yo'lni sotib yuborgan edi. Daraxtlarni kesib uylar qilib tashlagan. Hali maydonlarda ham hamma yo'lni qilish o'zi ham shuncha o'g'ri Toshkent katta ekanda, shuncha o'g'irlasa yana qopdi. Keyin o'g'irlagandan keyin bu noinsof hech bo'lmasa yarmini prezidentga uzatib qo'ymasdi. Prezident inaga uni bir pasda quloqidan ushlab olib kelib aytdi, o'zi maqtab qo'yuvdi rosa. Oyog'i yerdan uzilgan, buni haydadim, bunaqa dedi. O'zi ham inaga keyin haligi rostdan ham meni endi jazoladi sheyli qo'qib samolyoti bor ekan o'zini отдельно. Shunda qochib ketaman deb turuvdi, ushlab olib keldi. Olib kelib nima bo'lganini endi u yoqni Xudo biladi. 1 yildan keyin o'ziga maslahat chiqyapti. Qarang. Hali nima o'g'rini, nimaga desa, shu yeganni hammasini qusibdi-da. Qusib, qusug'ini Mirziyoyev yeb, o'ziga nima qilyapti mana. Maslahat chiqyapti. Hozirgi mahalda yaqinda ko'rdinglar, haligi nimani qizi, prezident qizi kelib bir yerda qarasa, Uyg'ur yashayapti demiş. Uni hech qanaqa dokumenti ham yo'q ekan. Dokumenti ham kerak yo'qda. Nima qilib qo'yadi, pulni to'lab qo'yadi. Endi shuni tekshiring deyapti. Ashuni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz hech narsa bo'lmaydi. Nimaga? Faqat o'sha nimani uy qurayotgan, boshqa qilayotganlar hammasi kerak joyga beradi. Mirziyoyev ham o'sha dolasini olgan. O'sha uchun o'shada necha yuzlagan daraxtlarni kesib tashlashdi. O'sha yerda Toshkentni cho'lga aylantirishyapti. Hech qanday javobgarchilik yo'q. Bitta tadbirkor bir yerda turgan daraxt chamamda bir xalaqit bergan, bunday bir keraksiz daraxt shaklida 20tasi 4tasini kesgan ekan, 220 million ish taraf sotdi qarang. Bir kun kelib bir yerda maydonga shu quramiz deb daraxtlarni, shunaqa yosh daraxtlar ekan, qirib tashlabdi. Odamlar dod deb chiqishdi, bu nima bo'lyapti desa, tekshirib ko'rsa nima? Hali bir odamlar kelib daraxtni kesib olganmish. Ularga ish taraf solib qo'ydi deydi. U haligi bir odam kelib, oddiy odam daraxt kessa, unga ozroq ish taraf to'lar ekan. Endi haligini bir organizatsiya kelib kessa, unga juda katta ish taraf ekan. Va uni organizatsiya kesmabdi, berigi odamlar kesibdi. Faqat ustidagi formasi ash organizatsiyaniki ekan deb. Shuna qilib uni ham ajratib qo'ydi. Bu jin nimalarda, jinnilarda jinni faqat o'zinikiga soladi. Mana qilib
nimada o'sha nima Toshkentda obkomi ham qutulib, nima hokimi ham qutulib ketdi keyin pul berib. Mo generallar ham shu o'g'irlagandan vaqtida bermagan ekan, ular ham berib qutulib ketdi. Endi hozir mo uylarni quryapti-yu, ashlar dokumenti yo'q ekan. Bular ham berib qutulib ketaveradi. Bu o'g'ri zamon. Yurt boshi emas, o'g'ri boshi deyish kerak o'zi nimani. Keyin Allohning dinini inkor qilib najas qonun chiqarganda odamlar nima bo'ladi ular? Ular albatta o'g'ri bo'ladi-da. Allohdan qo'rqmagan bandadan qo'rqadimi yo uyatadimi? Asha Allohdan qo'rqmasang, bandadan uyalmasang, bilganingni qilaver degan. Mana Mirziyoyev bilganini qilyapti. Hamma yoq o'g'rilarni qo'yib qo'ygan. Faqat o'g'rilar ba'zan qovun tushirib qo'yadi-da, vaqtida uzatmasdan ochilib qolyapti. Mana generalniki ham ochilib qoluvdi, beruvdi, mana chiqarib yubordi. Turmalarda o'g'rilar to'lib yotibdi. Nima o'g'irlagan sen? Tovuq o'g'irlaganlar bor. Undan katta qo'ylarni o'g'irlaganlar bor. Hatto mashina o'g'irlaganlar bor. To'g'ri haliga $1000 o'g'irlashganda. Lekin barib o'g'rida ishlari qolmayapti. Mana u nimada o'g'irlik qiladigan bo'lsang, katta o'g'irlab, xo'jayinlarga bersang, o'shanda qamalmaysan. Bu ahmoqchilik ishi mayda o'g'irlik qilish. Men turmada o'tirganman-da. Bilasizlar, ashunda ko'rganman. Mana u telefon o'g'irlagan. Mana bu iPhone emas, mana bu prosto telefon. Ashlarga 6 yildan beradi. 6 yil hukumat uni baqib yotadi. Ish yo'q Qirg'izistonda. Faqat unga nima qiladi? Har bir odamga 120 so'm bu degani $1.5 pul ajratadi ovqatiga. Haligiga ovqatni $0.5 ham ovqat yemaydi. Qo'yganini xo'jayinlar urib qoladi. Endi haligilarda mayda kuyda o'g'irlik chiqarib yuboraylik desa, hali nimani tirikchiligi qolmaydi, haligi nima turmadi xo'jayin. Sababi o'sha odamlarga pul ajratiladi. $1.5 bo'lsa 10.000 bo'ladigan bo'lsa, bir oyga qancha ajratiladi? 10.000 ga $1 bo'lganda $10.000 bo'larmidi? Yo'q, ozib bo'lyaptimi? Bir kuniga aytganda, bir kuniga 10.000 bo'lyapti ekan. Nima? Bir kuniga $15.000 ekan. 10 kunida 45.000. $135.000 ajratilar ekan. Bir oyda 135.000. Demak, o'shani turmaga olib keladigan bo'lsa, ashunda 10dan biriga sarflasa, demak $100 million qolar ekanda nimalarga, xo'jayinlarga. O'sha uchun ular ushlab turibdi. Bo'lmasa bitta bola aytdimi? Qo'shnisi o'ris kampirning uyiga kelib, haligi shisha bankalardan bir qop ko'tarib olib chiqib ketib, sotib, nasha olib endi qo'yib tushib qolib 16 yilga qamab qo'ygan. Endi nimada 3dan birini o'tirganda nimaga chiqarsa bo'ladi? Kolonna pasileniga. Yarmini o'tkazgandan keyin udo deb turib, shartli ravishda ozod qilsa bo'ladi. Lekin uni ham qana kimlar faqat pora berganlar nima qiladi? O'zi bo'lmasa turmani nachalnigi yozadi. Mana bu odam nima bo'ldi? Yaxshi qiz yuribdi, hech narsa narusheniya qilmadi, shuni chiqarib oldilar deb ariza nima yozib beradi haligi nimaga sotga. Sot kelib, yo'q bo'lmaydi, bu buzun hali tuzalmabdi deydi. Tuzalgan bo'lganda haligi pulni topib qo'yadi. Va shuna qilib pul berganlar chiqib ketaveradi, lekin qolganlarini ushlab turaveradi. O'shuna qilib o'g'rilar kichkinalarni ushlab turadi. Qolganini kattalari katta pul berib chiqib ketaveradi. Generalni qaranglar. Beti yo'qlarni qarang. O'sha nimani bitta bolani qamaganda bir $10 narsa bilan kirganda urib o'ldirib qo'yishgan ifloslar. Generallar yuribdi. Bu nima uchun ular yuribdi sen? Ular o'zini nimasida yuribdi? Saviyasidagi odamlar bilan teng. Hammasi o'g'ri. Faqat bular shu qoqinib qolibdi-da. Unda endi bularni generallarni qamab qo'ysa, bu adolatdan bo'lmay qoladi. Demak, o'g'ri generallarni qamash kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma generalni qamash kerak bo'ladi. Hamma polkovnikni qamash kerak bo'ladi. Hamma praporshnikni ham qamash kerak bo'ladi. Hamma o'g'ri bo'lib ketgan hozir. Odam yo o'g'ri yo qashshoq.
Alloh bizga rizqimizni tushirib qo'ygan. Lekin odamlar ba'zi birlari o'ylab yoshamayapti. Nimaga deganda shu prezident o'g'ri prezidentning o'g'ri komandasini shuni yeb qo'yyapti-da. Mana generaldan ko'rsatib qo'yyapti. Shu generalni boshqa generallar agar uyatardi, "O'y, o o'g'rini qamamasang biz ham o'g'ri derdi" derdi. Yo'q demaydi. Mana u Qirg'izistonda ham deputatlar qamalib qolsa, deputatlar hammasi ko'tariladi. "Yo'q, nimamizni chiqarib olaylik" deb. Bittasi Qozog'istondagi katta o'g'il qilib qo'yib chiqib qo'ygan ekan. Tezda olib kelib olaylik uni deydi. Tezda olib kelib olishdi. Hozir bu O'g'riston, mana bu Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston bular hammasini o umumiy nomi O'g'riston. Ularning nomi mana boshda turgan o'g'rilarni prezident deb nom qo'yib qo'yilgan. Bu ifloslar shunchalik o'g'irlayaptiki, bularga hayron qolyapsan-da. Bu nima qilarkin bularni hammasini? O'zi chet elga borib qo'yib, chet elda qolib ketyapti. Gulnoraning pulini mana ochildi, qaytib kelmayapti. Nimaga deganda, shuni jo'natsa Mirziyoyev 50 million jo'natgan ekan, yeb qo'yibdi Mirziyoyev o'zi. Qayerga ishlatdinglar desa, bu harbiy sirdirmish. Shu bilan qolganini ham bermay qo'ydi. Kecha yaqinda yana bir qanchadir pul kelibdi, shu o'g'irlagan pulidan. Kelsa haligini YouTube'da aytayapti. Gulnoraning puli keluvdi deydi. O'sha bilan deydi, mana uncha xotinga sarfladik. Shuncha xotin deydi, qiynalmasdan hayotini saqlab qoldi Gulnoraning puli bilan deydi. Qaranglar. Jinnilar. Haligi bir aytuvdim-ku, nimada bitta o'g'lim shu nima bilib qolib, shu yomg'ir, zahar yomg'ir yog'ib, kim shunda suvni ichsa jinni bo'lib qoladi deb odamlarga suv olinglar desa, suv olmayapti, hamma jinni bo'lib qolgan ekan. O'shanda ularning işte yashashga iloji yo'q bo'lib, u ham suv ichib olib jinni bo'lib ketgan ekan. Endi biz ham hozir yaxshi yashamoqchi bo'lsak, ashlarga o'xshab jinni olaylik, jinni suvda ichaylik. O'shalar o'g'irlik qilganda o'g'irlab, yarmini prezidentga uzatib turaylik, yaxshi yashaylik desak. Bo'lmasa, bu nimada shu qashshoq yashab turamiz. Mayli qashshoq yashasak ham mayli, yana necha minut o'tib ketdi ekan, yana bu 2 minut. Mana shu yeganlarchi, bular yemaydigan narsasini to'playapti. Boylikni yeya olmaydi, qolib ketadi. Xudo Alloh taologa borganda rasa bularga ming yil do'za bor. Bu pullar chet elga o'tib ketdi, ashida yahudilar olib qo'yadi. Bu dunyoda ham xotinlar ashida o'ynaydigan bo'ladi, o'g'irlab. Kim xalqning haqini o'g'irlab yedirsa, bolalari hamchi, qizlari jalab bo'ladi. Bolalari ham narkoman, hali translar bo'lib ketadi. Xotini pastayani o'ziga shu o'ynash qolgan, hali shopuri bo'ladi. Shopurlarda ham tezroq yoshini almashtirib turishadi. Shular bunaqa bo'g'ib suv ichib yuribdi. Shunga xafa bo'lmaylik. Bularni bu dunyosi ham tamom bo'lgan, o'zlari ham shu nima qiladi, o'ynagani uchun xotinlarga bir narsa deya olmaydi. Ko'rdinglar, hali yetimlarni ham zo'rlab yurishgan ekan. Shular yeyishyapti, mana yeb o'lishsin. Shu qiynalganimizga Alloh taolo shu nimani ajr olamiz. Faqat nima uchun qilsak desak, shularda qalbimizga nafrat bo'lsin. Ularni bu yurt boshi unaqa deb maqtab, mana qarab qo'yamiz. 15 minutdan oshsa bo'lmaydi, mana iflos ashunga tezroq nimani ko'paytirib olsam, podpisiydi. Keyin ko'proq qilib beradi. Ashunga qarab turibman. Ularni boradigan bu dunyoda xotinni ashi nima qilib, sali spid yuqtirib olgan erkaklar ham bor. Ayta olmaydi. Qizlari halinaqa sheluxi bo'lib ketgan. Uni keyin haligi nima ichki yo'q qolib, mana u nima qoladi. Hali bir beti yo'ladi, xotinni berib qo'yadi. Prezident ham mana qizini bergan-u, hali nimasini, Saidasini. Shu o'risga qo'shib bergan qizini bergan shunaqa. Ularni bu dunyosi ham o'lgan, u dunyosi ham. Shuning uchun ularni yaxshi ko'rmaydi. Ularni yomon ko'rib, o'shalardan nafrat qilsak, Alloh bizni gunohimizni kechiradi, jannatdan joy beradi. Assalomu alaykum.